Assalomu alaykum azizlarim. Xamir xaspiyim kelyapti, lekin xamir yoygim kelmayapti. Nima qilamiz? Eringanlarni xamir xaspini qilamiz. Ketdik. Guruchni bitta qaynatib oldik. Piyoz aralash zeleni mayda qilib chopib olamiz. Mayda qilib. Zelenli piyozimni chopib oldim. Guruch ichiga sovoramiz. Ozgina qiyma. Masallig'imga tuz solmayman, chunki ichida tuzli guruch, tuz sepib qaynatganman. Azizlarim, ovqat o'zimiz chiqaramiz. O'sha uchun qo'llarimizni aralashtiramiz. Kelinglar. Ajoyib sehrli qo'llar bilan aralashtirib olamiz. Endi mehrli qo'llaringiz bilan guruchimizni, masallig'imizni dumaloq qilib chiqamiz. Endi xamir xaspi antiqa ravishda yasab oldimda, endi buni hozir ustini un suv qilib yuboramiz. Mana un, suv. Endi men sal yana qalinroq bo'lishi uchun yana bir marta suvga tiqaman-da, yana bir marta unga tiqaman. Ajoyib ko'p to'kchalarimni pallaga terib olamiz. Endi buni qasqonga yarim soatga qo'yib yuboramiz azizlarim. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Dadam! Mana dangasalarning xamir xaspi tayyor bo'ldi. Qaranglar, mana buni qaranglar. Xamir yoymasdan ham pishirsa bo'lar ekan-ku, ha? Yo, mana buni qaranglar. Bu bombochkalarni qaranglar buni. Voy. Prям bu qasqondan sakrab chiqayotganini qaranglar, azizlarim. Wow! Firmenniy podlivkalarim bilan buni mashina qilib, endi bunga faqat qatu garmdor bizani baxtimiz butun bo'ladi azizlarim. Ketdik, yeb ko'ramiz. Endi bu san'at asarini hozir yeb ko'ramiz azizlarim. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Asalligini qaranglar, asalligini. Qaynoq, свежий, вообще zo'r. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir yeb ko'ramiz. Mazasi umuman zo'r. Haqiqiy xamir yoyib qilgan xamir xasp bilan baravar mazasi. Hammaga tavsiya qilamiz azizlarim. Oson, tez va juda ham mazali. Qo'l yo'liga qo'l keladigan xamir xasp. Osh bo'lsin. Yaxshimisizlar azizlarim? Xayrli kech hammaga. Bugun Instagramimga kirsam, juda ham ko'p savollar. Hammalarga ming rahmat avvalambor kuzatayotganinglarga. Dangasalarning xamir xasbiga kelganda samo po себе agar guruchni yog' solmasdan просто tuz solib qaynatib olsangiz, o'zi yopishqoq bo'ladi. Unga tuxum solish shart emas. Keyin men eng ekonom variantini qilganman. Agar sizlar xohlasanglar, ozgina charva to'g'rab yuborsanglar bo'ladi. Xohlasanglar, ozgina dumba to'g'rab yuborsanglar bo'ladi. Ko'proq piyoz solsanglar bo'ladi. Vashshi mazasi bomba chiqadi. Suv, un qilib qasqonga qo'yib pishirsanglar, birontasi yorilish kerak emas, xudo xolasa inshaalloh. Birontasi uvol bo'lish kerak emas azizlarim. Kuzatayotganinglarga Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Ajoyib retseptlarni hali tugamaydi, xudo xolasa biz izlanishda. Sog' bo'linglar. Bozorda yursam har ishda salomni olaman. Qarayishga o'tkazsam, pastda qo'limga shikolat chiqadi. Baraka topsin, sog' bo'lsin, mehrlarim bo'lsin. Ko'rib xursand bo'lganidan qo'liga shikolat olib yugurib kelyaptilar deb uzoq bo'lsin. Basham hammanglar tillaga sonsizlar. Ko'rishguncha azizlarim.